keling. Jamshid, yaxshimisan? Kursdosh. Yaxshimisan? Voy, kuchayib kibr bo'lib ketsan-da sanam. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam, qolar bu dunyo. To'xta. Nima xafa bo'lasan? Nima qildingmi? Bildingiz, zo'r mashinangiz bor ekan, kuchayib ketibsiz, lekin odam bunaqa kibr bo'lish kerak emas. To'xta, shu mashina senga. Shunda xafa bo'lmaysanmi? Dokumentini ham qilib berasanmi? Aka, Jigulini unismi? Hozir aka 10 minut sabr qiling, u beraman. Rahmat og'ayni. Tabriklayman. Endi darvozaxonangiz qilsa bo'ldi. Nima deganing bu? Ha? Kulyapsan-da? Ma, mashinang ham kerak emas. Ey yaqin do'stlaring yuz buryaptimi? Siqilma mehmondir. Endi nima qildimmi? Men hali ham arendada yashayapman. Sizning hovlida yashaysiz. Men qara, bu qo'y bor. O'sha mamini 2 xonali kvartirani hujjatini olib kelib berishimga bo'ladimi do'st? Biz kvartira, siz hovlidami? Zo'r. To'xta. O'zim yashab turgan hovlimni senga beraman. Yo'qmanda kibr. Nimaga xafa bo'lasan? Seni qo'yning uchun do'stim. Nima qarab turibsan? Bor hovli hujjatini olib kel. Bor, olib kel. Hop. Bo'ldi, sen qo'yning o'qismasin, men o'zimga olib olaman. To'xta, bo'ldi. Borganda hamma korxonalar hujjatini olib kelib ber. Ben o'rtoq, sen xafa bo'lmasang bo'ldi. Rahmat. Kibring yo'q ekan o'rtoq. Endi men xo'jayinim sizmi? Shunaqa. Aka, shoshilma, mashinamni yuvib beringlar. Ke do'stim, bitta bag'rimga bosib oling. To'xta. Men o'zingni o'rtaga yasab olding. Mashinani yuv, cho'rt.